Umurtqalar orasida disk bo'ladi. U yumshoq bo'lib, ikki suyakni bir-biriga yemirilishini oldini oladi. Amortizatsiya vazifasini bajaradi va zarbani yutib yuborish vazifasini ham bajaradi. Bu ikki qismdan iborat. Tashqi mustahkam fibroz va ichki yumshoq pulpoz qismdan iborat. Fibroz halqaning asosiy tarkibi kollagen. Kollagenni bu xuddi betonni ichidagi armaturaga o'xshatsa bo'ladi. U to'qimaga mustahkamlik, egiluvchanlik beradi. Va fibroz halqa taxminan 20 qavatdan iborat bo'lib, shu tufayli diskning ichki qismi, pulpoz qismini ushlab turishda xizmat qiladi va yuqori bosimga yillar davomida bardosh berib keladi. Endi ichki qism bu pulpoz yadro. Uning asosiy tarkibi esa proteoglikanlardan iborat. Ular suvni o'ziga shimib olish xususiyatiga ega. U xuddi gubkaga o'xshaydi. U o'zida suvni ushlab turib, diskni elastikligini, amortizatsion funksiyasini bajarishini ta'minlaydi. Shuning uchun disk har bir qadam bosganingizda prujina kabi ishlaydi. Aynan shu diskning bir qismini bo'rtib qolishi disk churrasi deyiladi. Xuddi KAMAZ shinasini bir qismi bo'rtib qoladi-ku, xuddi shunga o'xshash. Agar ushbu churra nerv tolalarini bosib qolsa, aynan shu nerv tolasi bo'ylab og'riq, uyushish yoki kuchsizlanish seziladi. Muhim bir fakt: churrani o'zi og'riqqa sezuvchan emas. Unda nerv hujayralari yo'q. Og'riq hissi aynan grija sababli siqilib qolgan nervdan tarqaladi.